Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 2023-yil ertalabki soat 6, haftaning muborak juma kunida sizlar bilan ushbu video rolik orqali uchrashib turibmiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, bugungi mavzumiz o'sha ekinlarimizni kunning qaysi qismida sug'orsak yaxshi degan mavzuda sizlar bilan ozroq fikr almashamiz. Hurmatli do'stlar, mana kuchli dehqonlarga ma'lumki, kunning asosan ikkita qismida, aynan o'sha yoz faslida ertalab hamda kechki salqinda sug'orish ishlarini amalga oshirishadi. Xo'p, endi biz kunning birinchi qismida, ya'ni tong paytda sug'organ paytda o'simliklarda qanday holatlar yuz beradi? Ya'ni tong paytdagi suvning ularga foydasi. Endi shu o'rinda mana shu ma'lumotni ham aytib o'tishimiz kerak. Suv quyayotgan paytda, ayniqsa yoz faslida, o'simlik tanasi qizib turgan paytda biz sovuq suvdan foydalanib ularni sug'oradigan bo'lsak, ular stressga tushib, demak, immunitet pastga tushib, kasalliklarga chalinuvchi o'simliklarga aylanadi. Shuning uchun suv quyayotganda albatta har doim e'tiborni o'sha palakning, ya'ni poyaning sovib turgan paytda biz suv qo'yadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni mana hozir erta tongdan o'sha bodringlarimizga suvlarni ochib yubordik. Demak, bular oxiriga chiqqunicha kuzatib turamiz. Oxiriga chiqqandan keyin biz ularni o'chiramiz. Xo'p, mana ertalab tong payt tuproqning harorati sovuq bo'ladi va o'sha bodringning tanasi ham juda ham mana shu 10-12 soat davom etgan qorong'u salqin paytda hamda tushadigan shudringlardan ta'sirlanib ularning tanasi soviydi. Mana shu paytda biz suv qo'yadigan bo'lsak, juda ham afzal vaqt hisoblanadi. Endi bu yerda o'sha ertalab suv qo'ygan paytda kunning to qorong'u tushib, kechqurun bo'lib qorong'u tushguncha ular o'sha suv va unda erigan mineral moddalarni ildiz orqali so'rib, chanqog'ini bosadi hamda oziqlanadi. Bundan tashqari o'sha qorong'u tushguncha, ya'ni kun bo'yi ular suv bilan suvdan foydalanish bilan birgalikda, demak, bo'g'in atrofida yig'ilib qolgan ortiqcha suvlarni kechgacha ular mo'tadillashtiradi. Ya'ni atrofidagi nam bo'lmagan, yetib bormagan quruq tuproqlar ortiqcha namlikni shimib oladi. Va mana shu tariqa qorong'u tushgandan keyin ular mo'tadil, demak, namlik bilan o'sha qorong'ulikka yetib boradi. Endi biz nima uchun bu fikrni aytyapmiz? Ya'ni o'sha o'rgimchak kanallarining faollashishi, undan tashqari qorason kasalligini paydo qiluvchilar, xo'p, asosan mana shu nam me'yoridan ortiq bo'lganda hamda havoning issiq bo'lishi, ya'ni bu o'sha kasallikning avj olib rivojlanishiga olib keladi. Endi bu vaqt qachon bo'ladi? Agar kechki vaqtda suv qo'yadigan bo'lsak, uning foydasi birinchi navbatda chanqog'ini qondiradi o'simliklar o'sha suvdan, lekin ertalabkiga nisbatan tanasi issiqroq bo'ladi. Ertalabki vaqt ularning tanasining eng maksimal darajaga yetgan sovishi bo'ladi. Shuning uchun o'sha kechqurunga qo'yilgan suvdan chanqoq qonadi, lekin bir qancha zararlari ham bor. Kechqurun bo'lib qorong'u tushgandan keyin o'simliklar uyqu holatiga, ya'ni dam olish holatiga o'tadi, chunki fotosintez jarayonlari keskin kamayadi quyosh nuri yoki yorug'lik bo'lmaganligi uchun. Shu sababli ular asosan faollashishi, xo'p, tong paytigacha ular dam olib, tong otgandan keyin faollashib boshlaydi. Bu davrda o'sha qorong'uda yoki kechqurun qo'yilgan paytda o'sha ortiqcha suv bo'g'in atrofida yig'ilib qolib, qorason kasalliklarining, bundan tashqari o'sha bakterial zamburug'li kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Chunki o'sha ortiqcha namni
ular 10-15 soat vaqt o'tishi kerak o'sha atrofdagi quruq tuproqlar tortib olish uchun. Endi agar kunning tush vaqtida, ya'ni obedda o'simlik tanasi qizib turgan paytda biz sug'oradigan bo'lsak, o'sha issiq tuproq hamda qizib turgan tanaga sovuq suv tegishi yoki ta'sir qilishi natijasida ular birdan stressga tushadi. Stressga tushgan paytda ular qisman o'sha rivojlanib, avj olib o'sayotgan vaqti o'sha sekinlashib qoladi. Bundan tashqari, mana shu qizib turgan tuproqqa sovuq suvning birdan urilishi natijasida ularda turli xil o'sha tanasida kasalliklar rivojlanadi. Chunki o'sha stress birinchi, ikkinchi immunitet tushib ketadi. Immunitet tushgandan keyin ularning faol rivojlanishi sekinlashadi. Kasallikka chidamsizligi oshib boradi. Mana shu tariqa, demak, tushda qo'yilgan suv ularga haddan tashqari ziyon beradi. Yana bir ziyonlardan bittasini aytib o'tamiz. O'sha ildizlar sarg'ayib, ildizning rivojlanishi juda ham sekinlashadi hamda o'simliklarda uzoq vaqt vegetatsiya davri bo'lmaydi, ya'ni ular tez qariydi hamda erta nobud bo'lib ketadi. Bu yerda o'sha ildiz muammolarini ham keltirib chiqarar ekan, kunning issiq vaqtida suv qo'yilsa. Endi hurmatli do'stlar, mana bodringlarimiz ham qisman hosilga kirib qolgan. Hosil nishonlarini ko'ryapmiz. Allohga shukr, hozircha dehqonchiliklarimiz endi shu mevalash davriga kelyapti. Mana bu yerda o'sha hosillar. Mana pomidorimiz bugun 10-aprelda ekilgan bo'lsa, 30 kun, 40 kundan endi oshibdi. Mana hosil nishonalari bor. Holati yomon emas. Mana gullarning barchasi yaxshi. Mana bu yerda bitta gul to'kilgan. Qolganlari yaxshi changlangan. Endi bu yerda 40-45 kunlik ko'chatlar asosan mana bu holatdan holatdagi tanasidan 2 barobar kattalashib, o'sha mevalari ham bunga nisbatan demak kattalashishi kerak edi. Bunga asosiy sabab o'sha dehqonchilik qilayotgan paytda yerning boqilmaganligi. Agar yer boqilgan bo'lganda edi, mana shu ko'rib turgan hosillaringiz tuxumning kattaligicha bo'lar edi. Shu sababli o'sha ekinlarni ekishdan oldin yerni tayyorlab, mahalliy mineral o'g'itlar bilan ularni oziqlantirib, keyin mana shu ko'chatni ekish asosan dehqonlar uchun muhim ekan. Hurmatli do'stlar, yanagi videorolik orqali sizlar bilan uchrashguncha salomat bo'ling deb qolaman. Xayr, omon bo'ling.